Iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, ularning iste'dodini yuzaga chiqarish, milliy san'at an'analarini asrash maqsadida Kelajak markazi tomonidan Iqtidor maktab ansambli tanlovining Qorolbozor tuman bosqichi o'tkazildi. Iqtidor maktab ansambli tanlovi yosh iste'dodlarni kashf etish, ularni qo'llab-quvvatlash hamda san'atga bo'lgan mehrni yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Qorolbozor tumanida bo'lib o'tgan Iqtidor maktab ansambli tanlovida 6-10 sinflar o'quvchilaridan iborat iqtidorli jamoalar faol ishtirok etib, o'z mahoratlarini namoyon etdilar. Bu tanlovni o'tkazishdan maqsad iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, ularning madaniy, ma'naviy olamini boyitish, ularning iste'dodlarini keng ommaga targ'ib qilish, qo'llab-quvvatlash maqsadida o'tkazilyapti. Bundan tashqari o'quvchi yoshlarimizni o'sha madaniy san'atlarini rivojlantirish, musiqaga qiziqishlarini uyg'otish, iqtidorlarini yanada kengroq ommaga jalb qilish asosiy maqsadlardan biridir. Ishtirokchilar dutor, rubob, chang, nay va doira kabi milliy cholg'u asboblari jo'rligida o'zbek xalq kunlarini ijro etishdi. Mazkur tanlov yoshlarning san'atga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlash, ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish hamda estetik didini shakllantirishdan iborat. Tanlov o'quvchilarning nafaqat qobiliyatini rivojlantirish, balki ularni jamoa bo'lib ishlashga, sahnada o'zini erkin tutishga o'rgatadigan muhim ijodiy maydon ekanligini ko'rsatdi. Hozirgina chiqishimizni yakunlab, hakamlar hay'atiga taqdim etib tushdik. Bu tanlov yoshlarimiz qalbiga musiqa va san'atni sevish tuyg'usini joylaydi. Chunki musiqa va san'atni sevgan odamdan yomonlik chiqmaydi. Bu tanlovni va shunga o'xshagan tanlovlarni tashkil etayotganligi uchun prezidentimizga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Maktabimiz ham musiqa asboblari bilan to'liq jihozlangan bo'lgani sababli boshqa joyga borishimizga hojat yo'q. Maktabimizning o'zidan cholg'u asboblarini chalishimiz mumkin. Bu tanlovda qatnashganimda xursandchiligim nimaga? Chunki bu tanlovda qatnashsam, ya'ni o'zimni ustimdan ishlaganday deb his qilaman. O'zimni ustimdan ko'p rivojlanyapman, motivatsiya beryapti ustozlarimiz. Men 5 yildan beri chang musiqa asbobini chalaman. Bugungi tanlovda biz 5 ta kuylarni chaldik. Ya'ni bular Bahor valsi, Qo'shchinor, Yalama yorim, Yexil-Kazak Zadunay. Yana bittasi bor. Hammamiz yoshlarimiz juda ham xursand bo'ldik shunga qatnashganimizdan. Ustozlarimizga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Tanlov davomida barcha chiqishlar belgilangan nizom talablari asosida hakamlar hay'ati tomonidan adolatli baholab borildi. Qizg'in va murosasiz kechgan bellashuvlar yakuniga ko'ra, birinchi maktab jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritib, viloyat bosqichiga yo'llanma oldi. Ikkinchi o'rinni ikkinchi maktab hamda uchinchi o'rin uchinchi maktab jamoalariga nasib etdi. G'oliblar va faol ishtirok etgan jamoalar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.